Ho'p, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, harakatiga doir masalalar turkumidan birinchi masala. Tulkining ini bilan parrandalar hovlisi orasida to'g'ri yo'l bor. Tulki hovli tomonga yo'l oldi. Shu paytda hovlidan unga qarama-qarshi tomondan it ham xuddi shu tezlikda yugurib chiqdi. It tulkini 100 metr masofada sezgach, uni quvib yetish uchun tezligini 3 barobar oshirdi. Tulki esa itni 60 metr masofada sezgach, undan qochish uchun tezligini 2 barobar oshirdi. Ma'lumki, parrandalar hovlisi bilan tulkining ini orasidagi masofa 300 metr. Savol: tulki o'ziniga yetib borib qutulib qoladimi? Demak, bunda mana oxirgi natijani shu haligi tulki o'z iniga orqaga yetib oladimi degan ma'noda gapiryapti. Kelinglar mana masalani tushunishga harakat qilamiz birinchi o'rinda. Demak, mana bu it parrandalar hovlisidan tulki bilan bir vaqtda yo'lga chiqqan va itni tezligi v bo'lgan. Tulkini tezligi ham xuddi shuncha v ga teng. Endi ikkalasi bir-biriga qarab yugurib ketyapti. Ikkalasi bir xil tezlik bilan yuguryapti. Masalan, mana bu yerda mana bu yerda belgilab olaylik. Mana shu yerda bizda it bor. Va undan 300 metr uzoqlikda bundan 300 metr uzoqlikda tulki bor. Mana shu yerda. Bu tulki. Endi o'rtoqlar, it tezligi v, tulkini tezligi ham v ga teng. It bilan tulki bir xil tezlikda va bir vaqtda yo'lga chiqqani uchun, demak, ular oradagi masofa 100 metr qolmaguncha bilmaydi. Jami masofamiz 300 metr edi. Jami masofamiz 300 metr edi. Endi demak, it bu tomondan 100 metr bosib, mana bundoq yurib 100 metr bosib kelsa, mana bu yerdan 100 metr bossa, tulki ham o'sha vaqtda bundoq yurib 100 metr bosib keladi. 100 metr bosib keladi. Endi ularning orasidagi masofa yana qancha qolyapti? 100 metr qolyapti. O'shanda ular bir vaqtda bir xil tezlikda yurgani uchun-da. Shu lahzada mana bu yerda turgan it mana bu yerda turgan tulkini bilib qoladi. O'sha lahzada bilib qoldi-da, tezligini 3 barobar oshiradi tulkiga qarab endi. Endi it mana shu lahzadan boshlab 3 ta va tezlik bilan yugurishga boshlaydi. Endi hali tulki bilmadi. Tulki bu tomonga qarab nima qilyapti? Hali v tezlik bilan yugurib kelyapti. Ularning orasidagi masofa 60 metr qolmaguncha. Hozircha ularning orasidagi masofa 100 metr. 100 metr. Endi qancha masofada ekan ularning orasidagi masofa 60 metr qoladi. Ularning orasidagi masofa 60 metr qolishi uchun mana bu yerda masalan bunga aralashib ketmaslik uchun alohida chizyapman. Mana bu yerda mana it, mana bu yerda masalan tulki bo'lsa, mana o'sha lahzada ularning orasidagi masofa 60 metr qoldi deylik, mana shunday holatda. Buning uchun mana oradagi masofa 100 metr edi-ku, bular ikkalasi birgalikda 40 metr bosib o'tish kerak. Ikkalasi birgalikda. Itni tezligi 3 ta v, tulkini tezligi bo'lsa v. O'shalar ikkalasini qanaqadir t vaqtga ko'paytirsa, tezliklarini yig'indisini bular bosib o'tirgan masofa bo'ladi. Shu 40 metr chiqishi kerak ekan. 40 metr. Endi bu degani 4 ta v ko'paygan t 40 metr bo'lar ekan. Bundan endi vt ni topib oladigan bo'lsak, vt 10 metr bo'lar ekan. Vt bizda o'sha tulki bosib o'tirgan masofa. Mana bunga ko'paytirib ko'ringlar. 3 ta vt yozsak, bu it bosib o'tirgan masofa. Vt bizda 10 metrligi ma'lum bo'lsa, demak o'sha ularning orasidagi masofa 60 metr qolguncha tulki 10 metr bosar ekan xolos. It bo'lsa 3 ta vt yurgancha 30 metr bosar ekan. Demak, it bu tomondan 30 metr yurib kelar ekan, mana 60 metr 30 metr qismini 3 barobar ko'p yuradi-da. Tulki bo'lsa mana bu yerdan 10 metr yurib kelar ekan. Shu lahzada endi tulki bilib qoldi. Tulki itni hidini bilib qoldi. Endi nima bo'ladi? Endi o'rtoqlar, tulki orqaga qarab yugurishni boshlaydi. Orqaga qarab qancha tezlik bilan yuguradi? 2 barobar oshirar ekan tezligini. 2 barobar oshirdi degani, mana bu yerga chizaylik, kelinglar. Mana bu yerda it bizda, mana bu yerda tulki. Tulki
jami bo'lib mana bu yerda 100 metr va mana bu yerda qo'shimcha 10 metr yurdi. Jami bo'lib, demak, uyasidan 110 metr uzoqlab ketdi va orqaga qarab itni bilib qoldi kelayotganini. 2 va tezlik bilan yugurishga boshladi. Endi it bo'lsa, tulkining uyasidan 110 metr uzoqda mana bu masofa. Mana bu yerda tulkining uyasi bor va qo'shimcha ularning orasidagi 60 metr ham bor. Ya'ni o'sha vaqtda tulki bilib qolganda, jami bo'lib itni tulkining uyasidan uzoqligi mana bunga teng. 170 metrga. Demak, o'rtoqlar, it tulkining uyasidan 170 metr uzoqlikda, tulki bo'lsa o'zini uyasidan 110 metr uzoqlikda. It tezligi 3 ta bu. Boya yozdik-a? 3 barobar oshirgan. Endi hisoblab ko'ramiz. Qaysi biri kamroq vaqt ichida o'zining uyasiga yetib bora oladi? Demak, birinchi o'rinda tulkini anaqasini sarflaydigan vaqtini hisoblab ko'ramiz. T1 deylik uni. Vaqtni topish uchun tezlik formulasiga ko'ra v barobar s taqsim t dan, agar siz vaqt topmoqchi bo'lsangiz, t bu tomonga ko'payish bo'lib o'tadi mahraj. V ko'paygan t s bo'lardi. Shundan endi t ni topmoqchi bo'lsangiz, v bu tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. T s bo'lingan v bo'ladi. Demak, vaqtni topish uchun mana tulkining 110 metr masofasini biz 2v tezligiga bo'lishimiz kerak. 2v ga. 110 ni 2 ga bo'lsak, bu 55 taqsim v degani. Endi it uchun xuddi shu vaqtni hisoblab chiqamiz. Uni t2 deylik. Jami 170 metrni bo'laman 3 ta v ga. Endi 173 ga bo'lib ko'raylik taqribiy hisobda. 173 ga bo'lsak, hop, necha bo'ladi? Agar 55 bo'lsa, 165 bo'lib qoladi. Demak, 56 butun 56 bo'lsa, o'shanda sal hisobga to'g'ri bo'lar ekan. 56 butun 3 dan 2. 3 dan 2 taqsim v. Mana. 170 56 butun 3 dan 2 degani, adashib ketmadimmi? 50 150 18 160 170 mana. 56 butun 3 dan 2 taqsim v bo'lib qoldi. Endi e'tibor bering, kasrlarni solishtirib ko'ramiz. Agar mahraji bir xil bo'lsa kasrlarning, surati kattasi katta bo'ladi, surati kichkina bo'ladi. Demak, bunda T1 surati kichkina, T2 dan ko'ra, demak, shuning uchun T2 kattaroq. Bu degani it ko'proq vaqt sarflaydi tulkining uyasiga borganda, tulki kamroq. Demak, tulki bemalol qochib uyasiga kirib olishga nima qilar ekan? Ulgurar ekan. Javob demak ulguradi bo'ladi. Ulguradi. Mana. Hop. Hurmatli do'stlar, Bilol Dinov akademiyasining kitobini ishlashda davom etamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.